Assalomu alaykum. Xo'p, bugun svoystvodagi izmiy tip haqida gaplashamiz. Bu o'zi nima, nimaga kerak o'zi shularni hammasini ko'ramiz. Ya'ni berilayotgan har bitta chizayotgan narsamiz pol, devor, tom, kolonna, eshik, oyna berilayotgan barcha modellarimizda nomi yoki parametrini o'zgartirish, materialni o'zgartirish aynan shu joydan bo'ladi. Qisqa qilib tushuntirish uchun harakat qilaman. Misol uchun обычный devorni bossam, har doimgidek svoystvada birinchida chiqadi tanlayotganligini, ya'ni новый stenaligi, qanaqa stenaligini tanlaymiz. Misol uchun 300 lik tanlayman и bosib turib chizaman. Misol uchun. Tak, временный razmerda ko'rib turibsizlar. Misol uchun 3,5 metrlik devor chizdim. Endi keyingisida eshik qo'yib ko'raman misol uchun. Bitta eshik qo'ydim. Keyin undan keyin bitta pol chizib ko'raman eskizniy rejimda. Bu tarafdan bu tarafgacha. Bu yoqdan 2 metr uzoqlikda chizib ko'rdim. Okey qilaman. Ko'rinmayapti. Uni 3D orqali tekshirib ko'raman. 3Dda qanaqa ko'rinyapti? Demak, bu patologiya ekan, shuning uchun ekan polni o'ylayapman. Uzr. Polni yana bosaman. Polni o'zini tanlayman endi. 2 metr. Okey. И все. Mana ko'rib turganingizdek. Bu yerda urvinlarimiz ham ko'rinib turibdi. Urvinlarni ko'pincha men ko'rsatmay qo'yaman o'zimcha. Hamma har xil endi bu masalada skritib qo'yaman. Misol uchun men tanlagan turgan patologni o'chirib turamiz. И все. Eshik, devor, pol. Misol uchun ko'rsatyapman, lekin aslida juda ko'p ma'lumotlarimiz aynan mana shu joydan izmiy tip, ya'ni svoystvada izmiy tip orqali ko'rsatiladi. Tak. Endi misol uchun devorni bosdim. Devorni bosganimda kerakli ma'lumotlar kelib chiqadi. Mana bu joyda qancha balandlikda, qaysi taraflarda ulangan. Misol uchun ikkinchi qavatga ulab qo'yaman. 4 metr ekan. Uzunligi qancha, ploshidi qancha, ob'yomi qancha, hammasini berdi. Endi izmiy tipga kiraman. Izmiy tipga kirsam, bu joyda yana boshqa ma'lumotlar ham kelib chiqadi. Misol uchun strukturasi, misol uchun men bilgan, misol uchun talshinasi. Talshinani bu yerda o'zgartirib bo'lmaydi. Keyin funksiyasi. Funksiyasi misol uchun oddiy devor qilayotgan bo'lsak, tashqi devor qilayotgan bo'lsak, наружный стен, наружный слой yokida tashqari, ichkari shuni tanlaymiz. Yokida fundament bo'ladigan bo'lsa, fundament qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi shtrixovkasi, grafitskiy shtrixovka. Bu ayni asosan 3D vidda yoki 3D vidda ko'rinadigan shtrixovkasi desak ham bo'ladi. Har doim ham ishlamaydi, lekin nimagaligini bilmadim. O'zgartirgan joyimiz bor boshqa, material berib o'zgartirish. Material berish bu yerdan bo'lmaydi. Misol uchun bu joydan bosganimiz bilan hech qanaqa material o'zgartirilmaydi. Keyingisi pastroqqa tushsak, identifikatsiya degan bo'limi bor. Uzr, rus tilida sal qiynalaman. Bu joyda berilgan ma'lumotlar bor. Aynan shu devor uchun kerakli ma'lumotlar. Misol uchun изображение tipi razmer deb qo'ygan. Bu mana bosib qo'yib, sizda bosilib qolgan bo'lsa, mana qilib turgan bo'ladi. Prosta mana shuni bunda bosib qo'ysanglar ochiladi. Prosta shuni ustiga bossam, misol uchun mana bu joyda to'rtburchak knopka paydo bo'ladi. Bossak, mana bunaqa holatda управление изображение chiqadi. Lekin bu yerdan добавить qilsak, rasm olib kirishimiz mumkin. Ya'ni devorimizda misol uchun pokraska bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa devorda teksturasi, rasmi bo'ladigan bo'lsa, shuni rasmini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Tanlab turib. Keyin ключевая пометка, model, изготовление, комментарий типа размер, URL deb qo'ygan описание, и markirovka tipi razmer, stoyimiz, shunga o'xshagan narsalar berilgan. Bular nima? Model, изготовитель, комментарий, описание, markirovka, и stoyimiz bular devor haqida yoki umuman boshqa narsada ham, faqat devorda emas, boshqa eshik, oyna, boshqa modellarimizda ham ma'lumotlar shu yerda beriladi. Misol uchun qanaqa tipga kiradi, qanaqa metallitskiy misol uchun devor bo'lsa, shlakablokmi, gazoblokmi, gipsokartonmi, o'sha ma'lumotlar kiritiladi. Описаниесida ham misol uchun kerakli ma'lumotlar qo'shiladi. Qisqacha nomi, misol uchun modelga yozamiz. To'liq ma'lumotni описаниеga qismiga yozamiz. И markirovka tipi razmerda markasini yozib ketishimiz mumkin. Misol uchun qisqartma qilib gipsokartonni, misol uchun vлагостойныйmi yoki oddiy gipsokartonmi, misol uchun GKL yoki GKLV o'shani berib ketamiz. Stoyimizda misol uchun narxi,
qancha narxi shuni berib ketsak ham bo'ladi. Lekin u ko'pincha bu narxlar bizda ko'rsatilmaydi, chunki hozirgi paytda narxlar kun sayin, soat sayin o'sib boryapti. U rulda misol uchun qayerdan olgan bo'lsangiz, o'shani manzilini ko'rsatib ketishingiz mumkin yoki kompaniyangizni manzilini ko'rsatib ketishingiz mumkin bo'ladi. U rulda. Pastdagilarga unaqa men o'zgartirish yoki biron bir ma'lumot kiritmayman hozircha. Xo'p, endi tepaga chiqamiz. Tepaga chiqqan paytimizda struktura bo'limi bilan ishlaymiz asosan. Ichiga bossak, izminitga, bu yerda mana толщинасini ko'ryapmiz, materiali, funksiyasi. Men ham hammasini ishlatmayman. Misol uchun объектный material несущий konstruksiya, preim degan narsalar bor. Men ishlatar ekanim asosan struktura va funksiyasi, materiali, толщинасini o'zgartiraman asosan. Misol uchun bu joydan mana bu yerda просмотр bor. Bitta bossak, planda qanaqa ko'rinishi, misol uchun bu yerdan mana bu joydan 2 dani bosib turib o'zgartirishimiz mumkin. Yoki buni razrez orqali ko'rishimiz mumkin. Razrezda qanaqa ko'rinadi, planda qanaqa ko'rinadi, hammasini ko'rsatishimiz mumkin. Просмотр o'chirib qo'ysak kerak emas. Ba'zida ko'rishimiz uchun kerak bo'lsa, shu kerak bo'lib qo'shib qo'yishimiz mumkin. Tak, struktura. Qanaqa struktura? Bu bilan asosan juda ko'p ishlashimiz mumkin. Sloyli devor bo'lsagina ishlatishimiz mumkin. Misol uchun o'rtasida gazoblok, ikki chetida pokraskasi bor. O'shalarni misol uchun sloy qo'shib, qanaligi ma'lumotlarni berib ketishimiz mumkin. Funksiyasini bersak, shunga qarab, ya'ni asosiy devor qayerda, отделкаlarni ajratib olish uchun, misol uchun mana bosilgan mana отделка 1.4, отделка 2.5 deb qo'yganlardan ajratib olishimiz mumkin. Keyingisi material. Materialda ham materialni o'zgartirish. Mana bu bo'sh joyga qismiga bitta bossak, bizda material editor ochiladi. Ya'ni dispetcher materiali ochiladi. Dinamo degan narsa ham bor. Asosan men buni hozircha ishlatmayman. Biz ishlatadiganimiz asosan Dinamo bo'yicha emas, oddiy material editor orqali ishlashimiz uchun kerak bo'ladi. Tak. Bu yerda nima? Bu asosan nima bu? Bu yerda grafik ko'rinish, realistik rejimda qanaqa ko'rinadi, soya yorug'liklari, xachi, kesilgan holatda, devorda kesilgan holatda kesilgan joyi, xach qismi qanaqa ko'rinadi, qanaqa xach beriladi, yoki kesilmagan holatda qanaqa xach bilan ko'rsatish kerak. Hammasini shu yerdan nastroyka qilinadi. Ichidagi identifikator degan bo'limida ham, misol uchun mana tepada qismida ham ma'lumotlari ko'rsatilgan. Qanaqa klassga kiritilgan, yaratuvchisi kim, ya'ni egasi, model, o'sha ma'lumotlari, URL adresi, elektron misol uchun Telegram adresi yoki qaysi saytdan olgan bo'lsa, o'sha saytning manzili, o'sha ma'lumotlarni kirib ketishingiz mumkin. Keyingisi grafika bo'limi bor. Grafikada hozirgi aytgan narsalarim. Представление degan narsa bor. Представление bilan ko'pincha ishlamayman men. Ishlaydigan odamlar bor bu bilan ham, lekin men asosan identifikator yoki grafika bo'limi bilan asosan ishlayman. Mana bu bo'lim bilan ishlash mumkin. Bu yerda mana bu berilayotgan narsalarimiz hammasi Revitda o'zida standart materiallari va shu orada yasab qo'yilgan materiallar ham bor. Misol uchun men yasagan yoki boshqa tashqaridan nimadir material olib kirgan bo'lsangiz, o'sha materiallar ham qo'shilib boraveradi. Yoki tashqaridan biron bir model olib kirsangiz ham, uni materiali bo'lsa, materiali ham shu yerdan kelib chiqish boshlaydi. Material bilan tushadi, ma'lumotlari shu yerga kelib chiqadi. Qanaqa material berilgan, nomi, o'sha hamma ma'lumotlar, identifikatorda qanaqa ma'lumotlar berilgan bo'lsa, bu yerda ham ko'rsatadi. Keyingisi, xo'p, bu yerda sortirovka qilib, bemalol, misol uchun biron bir material tanlaymiz, misol uchun shtrixovkasi, hammasi ko'rsatilgan. Bu ikki xil uslubga kiradi. Shtrixovka поверхность, shtrixovka сечение. Shtrixovka поверхность nima? Tasavvur qiling, bitta model bor. Yo'g'ida devor. Uni kesmagan holatda qanaqa grafika bilan, ya'ni ko'rinishi qanaqa bo'lishi, qanaqa xach bilan berishimiz yoki qanaqa xach bilan ko'rsatmasligimiz. O'shani nastroyka qilinadi aynan shu joyda o'zida. Misol uchun hozir ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, buning uchun bu manaqadan emasda boshqa yasab ko'ramiz. O'zimiz material yasab, shtrixovkasi qanaqa bo'lishini beramiz. Yasash uchun mana bu joyda bitta bosamiz, chap tarafda sozdать новый material qilaman. Mana новый material по умолчанию deb turibdi. Misol uchun o'ng tarafini bosib turib, xohlasak переименовать qilib, nomini o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun sortirovka qiladi o'zi. Harfiy alfavit bo'yicha, misol uchun bir qism
birinchiga chiqarib beradi, tepaga chiqarib beradi. Sababi alfabet va son ketma-ketligi bo'yicha Revit'ni material editori sortirovka qiladi. Misol uchun shuni qildim, OK qildim. Mana bosdim, mana bu joyda tepada mana bu obrazesda shtrixovka tanlash mumkin. Shtrixovkaning ikki xili bor, условный va modelющий. Buni ham ko'rib o'tamiz hali keyinchalik. Misol uchun mana buni tanladim. Drevensky sinini misol uchun tanladim. Rangini o'zgartiraman. Misol uchun qora qilaman. OK. Hozir shu tursin. OK. Talshinasini tushundinglar menimcha, bu yerdan o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun 300 emas, 350. OK. OK qilsam, qanaqaga o'zgaradi. Endi bu yoqqa o'tsam, mana ko'rib tursa, shtrixovkasi qanaqa holatda beryapti. Endi kesilgan holatda orqa fonini ham o'zgartirish mumkin. Bu oddiy chiziq, keyin yana tanlab turib, ichiga kiraman, yana o'sha joyga o'tib turib, orqasi mana fon degan bo'limi, передний plan и fon bor. Foniga o'tib turib, misol uchun splashning zaливка berishim mumkin. Misol uchun ko'k rang och qilib beraman. Mana holat juda ochiq emas, ko'rinishi uchun. Unda qilsam mana shu holatda. Mana ko'rib turibsizlar, bu joylar ko'k ko'rinyapti, lekin bu joy oq ko'rinyapti. Xo'p, undan keyingisi kesilgan holatda qanaqa ko'rinishi. Birinchi qavatga o'tsam, mana buni высокий detalizatsiya qilib, zaливка qo'ysam, hech narsa ko'rinmaydi. Ko'rib tursa, faqat kulrang ko'rinyapti. Sababi tanlaymiz. Devor kesilyapti. Plandan qaralgan paytda bu joyga o'tsak, hech narsa ko'rsatilmagan, faqat yana svet 120 qilingan. Mana bu rang 120 turibdi hozir. Biz mana bu joyga o'tib turib, xohlagan secheniyamizni beramiz. Mana buni tanlayman, OK qilaman. OK. OK qilsam, qaranglar, mana bu joyda shtrixovka boshlandi. Mana bu ham ko'rinish boshladi. OK qilsam, mana. Nimaga bu yerda ko'rinmayapti? Bosgan holatda ko'rinyapti. Sababi orqa fonda mana bu ko'k turibdi. Ya'ni uni o'zgartirishimiz uchun izmenit o'tib turib, mana bu joyda fon qismiga oq berib qo'yishim kerak. Splashni zaливка qilib, oppoq berib qo'ysam, keyin o'zgaradi. Mana. Tushunarli? Dispatcher zatage, ya'ni hamma narsada xuddi shunaqa ishlaydi. Hamma modellarimizda. Faqatgina bu boshqacha ishlashi mumkin. Kimdir devorda aynan shu joy orqali kirib ko'rish mumkin bo'ladi. Joydan shu joydan o'zgartirish mumkin bo'ladi. Lekin misol uchun eshikda bu joyda bunaqa narsa bo'lmaydi. Funksiyasi bo'lishi mumkin. Buni turini shunga qarab. Keyingisi materiali, misol uchun materiallarni shu yerdan o'zgartirish mumkin. Bu joyga ham xuddi shu bo'sh joyga bosinglar, material editor ochib beradi boyaga. Xuddi shunaqa. Talshinasi, vысотasi, shirinasi, razmerlarini ham xuddi shu shaklda beradi. Bolalar, e'tibor beringlar. Tanlagan paytimda mana bu joyda razmerlar kelib chiqmayapti, lekin mana bu joyda razmerlar kelib chiqyapti degani tashqaridan любой eshigimni yoki boshqa joydan eshik olib kirgan paytingizda yoki men tashlab bergan eshiklardan, eshik modellardan olganingizda bizda ham xuddi shu ichkaridan chiqadi degani emas. Bu material yasagan model yasagan odamga bog'liq. Model yasagan odam yasayotgan paytda ikki xil uslubda yasash mumkin. Birinchisi помолчение, ikkinchisi tip bo'yicha. Mana bu tip bo'yicha deyiladi. Ichkarida bo'lishi. Ikkinchisi mana buni tanlab bosgan holatimda mana bu joyda razmerlar kelib chiqadi. Xuddi shunaqa mana bu razmerlar bu yerda emasda mana bu joyda kelib chiqadi. Razmer qilib chiqadi. O'sha narsa помолчение bo'ladi. Yasayotgan odamga bog'liq bu narsa. Model yasagan odamga bog'liq. Tushundinglar degan umiddaman. Hozircha faqat shu bo'ldi. Tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shu. Tekshirib ko'ringlar, har xil modellarda har xil ishlaydi bu. Polda boshqacha ishlaydi. Misol uchun polda bir xil devordagi bilan. Lekin eshik yoki boshqa tashqaridan model olib kirgan paytingizda yoki oyna, eshik farqi yo'q, zina, patnos, vitraj, hamma narsada sinab ko'ringlar. Shunga qarab shu joydan o'zgartirishinglar mumkin bo'ladi. Hozircha shu bolalar, hammanglarga rahmat.